Nega aqlli ayollar ko'pincha yolg'iz qoladi? Buni asosiy sababi birinchidan, aqlli ayol yoniga har kimni qabul qilavermaydi. Aqlli ayolni o'zini standartlari mavjud hisoblanadi va bu standartlarga, bu talablarga javob beradigan erkak, afsuski uni hayotida kamdan kam uchraydi. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, aqlli ayolni aqli ko'pincha erkakni shoshirib qo'yadi hamda bunday aqlli ayoldan ba'zi erkaklar qo'rqadi. Nima uchun? Chunki hayotda ko'p narsani tushunadi, ko'p narsani biladi, his qiladi. Mana shuning uchun ham dominantlik, ustunlik aqlli ayolni qo'lida bo'ladi. Uchinchidan, aqlli ayollar ko'pincha kuchli bo'lishadi. Nima uchun? Chunki hayotda hamma narsaga erishgan, o'z kuchi bilan, harakati bilan, mehnati bilan katta yutuqlarga erishgandan keyin ba'zi bir erkaklar bunday ayoldan qo'rqadi. Nima uchun? Chunki bunday kuchga ega bo'lgan ayol hamma narsani o'z nazoratida saqlashga harakat qiladi. Natijada ayollik fitratidan chiqib, erkaklik fitratiga o'tib ketishi mumkin va bunday ayol bilan yashash oson bo'lmaydi. Shunday ekan, aqlli ayol bo'lishning foydalari bo'lgani kabi zararli joylari ham mavjud.